Hurmatli mahalladoshlar, mana bugun mana bizning shu endi mahallamizda mana endi obodonchilik ishlari ketyapti. Xudoga ming qatla shukr. Endi xalqimiz, elimiz mana o'z ixtiyorlari bilan mana shu soliqlarni olib kelib beryapti. Prezidentimizning ishongan nuroniylari qattiq ishlashyapmiz. Nasib bo'lsa, elimiz bilan elimizga, xalqimizga labbay deb javob berib, zo'r ishlaymiz. Hamma narsani chiroyli qilib bajaramiz. Mehnatimiz, faoliyatimiz Yakkatut mahallasi bilan birgalikda 7 yilga bilan birgalikda mahalla raislari bilan birgalikda obodonchilik ishlarini birgalikda olib boryapmiz. Ko'chalarimiz obod, elimiz, xalqimiz tinch, xotirjam, Xudoga shukr. Lekin shular bilan bir qatorda soliqlarimizni o'z vaqtida to'lab turibmiz. O'zimiz boshchiligimizda. Avval o'zimiz to'layapmiz. Keyin elimiz, xalqimiz soliq to'lab, soliqlarda kamchilik bo'lsa yana to'lanadi. Asl Xudo xolasa biz birgalikda mehnat qilamiz, nuroniylar qancha ko'maklashamiz. Oltinsoy tumanida Yakkatut mahalla fuqarolarining raisi Mingyoq Sultonov Bozorovich bo'laman. Mahallalarni rivojlantirish uchun, uni islohotlarini yanada kuchaytirish uchun biz birinchi o'rinda mahalla yetkaziligi bilan birgalikda hurmatli yurtboshimizning o'sha 402 sonli qarorida ko'rsatib, aytib bildirib o'tgan nizomlarga asosan yer va mol-mulk soliqlari bo'yicha mahalla obodonchilikka juda katta yordam bo'lmoqda. Birinchi aytib o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsam 2023-yil, 24-yil uchun biz 2023-yilda 86 million so'm qarzdorlik bilan o'tganmiz boqimanda bilan. 2024-yil biz 1-dekabr holatiga 2023-yildan qolgan qoldiqda ham 2024-yildagi ham yer va mol soliq to'liq to'lab biz hech qanaqangi bir boqimandasiz soliqdan yer va mol soliq to'lab o'tganmiz. 2025-yil esa biz xuddi aholalarimizning soliq to'lovlari bo'yicha fuqarolarimiz o'zining vakolatlari bo'yicha, o'zining burchlari bo'yicha biz tushuntirganimizdan keyin mahalla yetkaziligi bilan nuroniylar bilan birgalikda biz eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla ro'yxatiga ham tumanimizda, viloyatimizda ham tushib, 2025-yil biz 1-noyabr holatiga 711 million so'm soliq tushirish kerak edi. Biz 756 million so'm soliq tushirganmiz. Bu albatta fuqarolarimiz bugungi kunda o'zining fuqarolik burchini bilib, hamda bugungi kunda soliq birinchi o'rinda o'zimizning byudjetimizda, obodonchiligimizning barcha soha byudjet tashkilotida ishlaydiganlarga bu kerakligini bilib fuqarolarimiz hammasi o'zlari tashabbusi bilan muddatdan oldin soliqlar to'lab kelyapti. Bugungi kunda biz bemalol vaqtimiz ham yetarli, xodimlar ham yetarli, yettilik bilan hamkorlikda biz barcha o'zimizning xodimlar bilan davlat xizmatchilik burchlarini a'lo darajada bajaramiz deb davlat rahbarini ham, rahbarlarimizni ham, xalqni ham ishontiramiz deb biz bemalol va'da bera olamiz. Chunki bizga yetarlicha nizom, yetarlicha qaror asosida hammasi olib boramiz.